Hey, maşken bir ayol kişinin ağzından çıkırgan gap var. Voy İbrahimcan, noçilik qilib berdi, qiz bolaning arasiga kirib oldingiz. Yeli xotiningiz ketgachingizdan shulmisi yana. Ben nim dep koydunuz ey Dilber? Bir atal hududni qo'g'digan ko'ryapsizmi? Yelg'u bu sorunga kechni uzan boshlaymi deyman. Chistay o'ynaymiz kechda. Yatay, sen kelding. Ey İbrahim, anlasam sizni dam qilmavas bek utudu deydi. Chinep chaqlavara, o'ynag'imi yen bir kun tutqanlaring dasmaylaringizning hammani tikib et. G'altak chiqib qolman. Voy, nim dep koydunuz ey? Pul majmum. Voy, Ko'rdingmi ya? Mashinaning hammasi pul. Kechchi, mashina tugiga chiqashlayman. Ey, danqingiz bekor chiqmaganjimi sizningki oshirimizni deymizda. Qanday deyim? Kesh qiqas o'ynamdik. Mana qaranglar. Saxovatchi bo'lsiz. Voy o'ynaymiz, o'ynamay. Bakensa, Nima bo'ldi? men ismini bakama. Ayni vaqtida aldım yalvarıp kelgan vaqtimda men hech qanday atrof qaramay turib bergan shu pulni. Kaqla. Pulim qachon bersa? Hey, qandaq qilsa, qalandagoy. Pulingni bersam olsa, bermasam nimani olsa? Nima ko'zim kirib olsa? Sana en yaxshi senin yaxshi yarashmay o'xshaydi. Sen qolgan o'zim bilaman. Voy, qo'lingdan kelganini qil. Bersam olsa, bo'lmasa ishingni qila. Qandaq qalandagoyma. Voy yizim, bir ishlar yo'qdi. Ajab, Akmal boshqacha. Voy, bir ish yo'q. Ayt bir qalandagoy pul so'rab telefon qilibdi. O'yinimizni o'ynaverni. Yetinglar, yota, Ha? Ha, voy. Oy Roshan Gulma. Ya sizdan pul shilmidim. Ayak bayatılmasının süpüdüğün tamasakas qilganman. Ama şey yaqin taraf bo'lsin siz aytib beraymi qilgan. Ma'qul. Besh kishi kimsa, ha? Ha, ma'qul. Men musha atrofda edim, hozir olib beray. Ma'qul, bo'ladi ha. Ha? Dilber. Nima? Voy, nima ishni? Voy, siz shu. Voy, yetar. Keldik. Voy, nima bo'lmaysizlar, urmaysizlar-ku. Qani, omoqlarimni urmaysizlar-ku. Mana bugun. Voy, mashtam uramsizlar. Xutum. Ay, vijdonsiz. Qaynopam davaldigan pul yo'q, men do'kon taqitib, vermay to'shima. Sen bir oy bo'ldi o'g'shimay. Nima ish qilasan men qiz bola bilan? Gap bo'lsa, chiroyli dishli xutundan qo'lingni kim tashla. Hey, xutun, men sana tushundiray. Bu qani bayam qiz bola qani mayatki? Nima qilding? Qiz bola nima qilding? Ay, nima qilding u ko'chadagi maymoqlarni? Ular mening narimkam. Elim o'qaylar. Ayni vaqtda men do'kon ochib yurganda shundoq chiroyli yuraydim. Hozir sening dastingdan do'kon o'tkazib, mushaliq chiqib qoldim. Ay sen bir oyni qima o'ynab topgan pulingga o'g'chimga bir oy bo'ldi. Opam yuzgilanamsan, sen qaynopam yuzgilanamsan. Dop yuz nursiz. Anlab qo'y. Aman bir kuni muslim qamasının beshinga chiqadi. Hey, adam jahiyat bir satlashmay bir. Nimaga satlashmay gap qila? Gap qila, opamga tushuntiraman qaynonamga. Qo'lingni tota. Ay sana bir oy bo'ldimi o'g'chimigini? Yodingda bormi yo'qmi? Bola yodingda bormi yo'qmi? Endi zuvaningni chiq. Oldingmi? Ey, tata qulog'ni. Sen bu yerda nima ish qilsa? Asli sen bayatı bana telefon qilyaptiding. Bu xotnimi telefon sak bo'lsa, asli parang topgan odam, dal sen kelsa shundaymi? Qarab tur. Mening beshim kelgan kun, aman bir kun sening beshing keldi. Ay demisimi shu-ku? Hey, bir ishingni qilgina, ey. Men tutvasan ya yataq tutvalmiding? Qart o'ynayotgan yer tutvalding. Hey, ben obdan qara. Natijadan oldida
Sen jag'idek pulni oldim kelgan. Aka pullar to'g'on deb. Hozir qadar shuyilmidim. Telefonsam eslanmaysa. Bayatımsa parasını hemen aldım. Pullarını kızvalla küsüp kettim ha. Benim pulum birsimi yok. Ta zuvanın yukarı çıkıp seninki. Ayağının ağzısını apan davalı kılıp bir ay oldu. Biz hoşlukla jigim oldu. Biçare Agil apam ne? Özünün apısını etrafı görüp, öz kişiliğini yetim boğandı ki ma bala. Özünün apısını bekmadı da. Sen qarab baktın mı? Ha? Kentimiz to'xtamaymiz tor odamzodni jiroq tug'an. Hamish qimar o'ynamani shundoq to'xtama tash olavatsa. Ammo qulog uzmayvatsa. Mush ish, hamon bilgini, sen uyingni, sen iniq oilangni. Hamma o'ynab qoladi. Eti billa, qilmaymiz. Men tunugin ta oylabman uxlab kelgan. Ayolim bakkan. Shunday deb ketdi. Balam agar faqat poylamasangiz bu azib bitar. Men telefon qilsam olmaydi deydi opam. Gap qilasan bu dunyoga nima uchun kelgan? Ha? O'z onang doktorxona yasa, oylab shu pullarni deb, shu go'zal kunlarni deb. Hozir pul topib ketsa, ishdan patmay qoldim. Shu qimorni do'qon pul olmasam deb qo'yay. Necha yil qilgan pullar bu? Bak ishdan ketma. En mühimi çoğunlar burundan deb qo'yganma, qima degan ishni eng yaxshi qilmagan yaxshi. Bo'lmasa chiroyli ayolingni olib qilsam mumkin. Uzoq qilmay ayoling ojib ketsa, haq egroqqa vaqtida endiki miyaring eshitmasa buni men. Canım adaş. Ben mi şu maç kımadım kol uzatay diyen. Şu yeni azraklı ustuvarsam bir apamı bir şeyde öyle ekesem ben oynamaydım bunu. Peki şu hiç kulum uzatay desem fakat üzem tutu olamayatım canım adaş. Benim bu kımma diyen necizli oynuğum bana. Ameliyatım hoşta külüp oynayıp jürgendek tuğunum bilen. Şu meldigen nemiş baramayma bilemsen canım adaş. Bak kutum oltuğun şu oyunu usturvattım canım adaş. Nima? Niçin sen beni mutlu ettin ben? Sen nimdeyse? Benim keçigin canım kutunmuş fırkatım bakılma. Usturmazsan nerede usturmazsan nereden buldun mu? Uşaklarsan nereden buldun mu? Boldu kutum boldu kutum. Ameliyatda şu etrafımızda haqiqiy yuz bergan bir voqeani biz film chiqardik. Haqiqatan bir oilamiz qimmat sababli vayron ketib qala. Shunga mush filmni bo'z kuchab taxt qo'ygan bo'lsanglar, Bu filmimizni etraf to'qish yemakli shirkati alaydi qo'lida deb qollar. Etrafimizda mushdaq ishlarda ziyod ko'p bo'lgandan keyin mush film tatishga majbur bo'lib qoldik. Qo'llab bersangiz chunki shunga bo'lsa, tigi-tigidan isimizga qima, yeri ham qimaya do'stlar. To'g'ri. O'zimizning inoq oilamizni qo'g'dab qolaylik. Jamiyat taraqqiy qilsin, jamiyat gullansin. Sizning bergan bizga bergan shunday bir illiq yuragingizdan ma film nur odam taqalsin. Dunyo yenlam ming muhabbatdan güzeldir.